Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun biz Albatros Residence qurilish kompaniyasining qurilish jarayonlarida tashrif buyurganmiz. Hozir qurilish haqida ma'lumotlarni Albatros satuv menejeri Gulsarabchamizdan ham so'rab bilib olamiz. Assalomu alaykum Gulsarabcha, yaxshimisiz? Assalom Jasurbek, yaxshi keldingizlarmi? Xudo shukr. Xo'p, qurilish haqida ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, eng glavnisi solib turgan uy-joylaringizni manzili. Bizani manzilimiz Pahlavon Mahmud ko'chasida joylashgan bo'lib, xalq tilida aytganda Urganch mehmonxonani oldida joylashgan bo'ladi. Gulsarabcha, bizani tashrifimizdan maqsad bizani obunachilarimiz shu Albatros Residence qurilish kompaniyasini solib turgan uy-joylar haqida, kvadrat metrlar haqida, necha xonali uy-joylar bo'ladi, shularga qiziqib o'tdilar va eng asosiysi binomiz shu qurilib turgan joylarimiz qachon bitishi haqida ma'lumotlarni ko'p so'radilar. Shu haqida o'zingiz aniq-tiniq aytib javob bersangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Binomiz 2 podyezddan iborat bo'ladi. 3 xonali, 2 xonali xonadonlar sotuvda mavjud. Binomiz 9 qavatli mansardli bino bo'lib, 1-2, 3 qavatlari noturar uchun, 4-qavatdan boshlab turar joylar uchun mo'ljallangan. Bitish muddati 26-yilni dekabr oyidan mo'ljallangan. Xo'p, Gulsarabcha, to'lov turlarini keladigan bo'lsak, xalqimizga shu binolarimizni, xonadonlarimizni sotib olish uchun nechik shart-sharoitlar, nechik qulayliklar yaratilgan, u haqida aytib o'tsangiz. Mijozlarimiz oldindan 50% to'lov qilib, qolganini 12 oy foizsiz bo'lib to'lash tartibi bilan xarid qilsalar bo'ladi. Bo'lib to'lash muddati davomida narxlar o'zgarsa ham, shartnomaning summasi o'zgarmaydi. Gulsarabcha, bizlarga shunday ma'lumotlar kelib tushdi. Albatros Residence qurilish kompaniyasi solib turgan uy-joylarning oldida fontanlar, bolalar o'yingohi, parkovka, 24/7 kuzatuv kamerasi, panoramli oynalar bo'ladi deb aytdilar. Shu gap rostmi, yo'qmi? To'g'ri eshitibsiz Jasurbek. Bizada bu narsalar faqat og'izda qolib ketmayin, shartnoma ham kirizilgan bo'ladi. Bizani hamkorligimiz haqida o'zingizning shaxsiy fikrlaringizni aytib o'tsangiz obunachilarimizga. Shu korxona a'zosi sifatida shuni aytib bilamanki, bizani rahbariyatimizga, prorablarimizga, ustalarimiz, brigadirlarimizga sizlarni beton plita mahsulotlaringiz, Xorazm beton plita mahsulotlari bizlarga shu vaqtgacha ma'qul kelib turibdi. Xudo xohlasa hamkorligimiz ko'pga cho'ziladi degan umiddamiz. Albatros xonadonlari haqida yanada to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, do'stlar, pastdagi telefon nomerlari telefon qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Gulsarabcha, suhbat uchun kattakon rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rish nasib etsin. Rahmat, sizlar ham rahmat.